Bugungi videoda sizlar bilan anime o'zi nimaligi, birinchi anime qanaqa bo'lgan, eng mashhur animeni kim yaratgan va hozirgi vaqtgacha qancha animelar chiqarilgani va hozirgi eng mashhur animelar haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My Anime News kanalidasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi qiziqarli videomizni boshladik. Anime nima? Multfilmmi? Anime multfilmi yapon animatsiyasi bo'lib, asosan Yaponiyada ishlab chiqariladi va o'ziga xos grafik uslubi, hikoya qilish usuli va qiziqarli janrlari bilan mashhurlikka erishgan. Anime filmlari animatsion seriallardan farqli o'laroq to'liq metrajli va mustaqil hikoyani tasvirlash uchun yaratilgan. Bu janrga bo'lgan qiziqish nafaqat Yaponiyada, balki xalqaro miqyosda ham juda katta. Mashhur anime multfilmlari. Quyidagi anime filmlari ko'pchilik tomonidan sevilgan va global muvaffaqiyatga erishgan. Spirited Away 2001-yilda chiqqan, Hayao Miyazaki tomonidan Ghibli studio tomonidan chiqarilgan eng mashhur va mukofotli anime multfilmi My Neighbor Totoro. 1988-yil bolalar uchun qiziqarli va hissiyotli anime Your Name 2016-yilda chiqqan, romantik fantastika janrida yaratilgan va kassada katta daromad keltirgan anime hisoblanadi. Demon Slayer Mugen Train 2020-yilda kassada rekord o'rnatgan anime multfilmi. Akira 1988-yilda ilmiy fantastika va kiberpunk janrining yorqin namoyandasi. Kiberpunk bu juda ham mashhur va grafikasi dahshat bo'lgan o'yindir. Eng mashhur animelar. Hozirgi paytda Demon Slayer, Mugen Train, Your Name va Studio Ghiblining filmlari xalqaro miqyosda eng mashhurlari hisoblanadi. Bu filmlarni faqat animatsion sifatida, balki hikoyalarning chuqurligi va hissiyotlari bilan ham ajralib turadi. Yana bir narsani aytib o'taman, anime multfilmi yoki yo'qmi? Ko'plar animeni multfilm emas deyishadi. Hozir anime va oddiy multfilm farqlarini aytib beraman. Anime Yaponiyada ishlab chiqarilgan animatsiya janri. Bu janrda turli yosh guruhlari va qiziqishlarga mos murakkab syujetlar, yetuk mavzular va rang-barang janrlar mavjud. U ko'pincha kattalar auditoriyasiga mo'ljallangan bo'ladi. Multfilm bu tushuncha odatda bolalar uchun mo'ljallangan animatsion kontentni anglatadi, lekin unda kattalar uchun ham loyihalar mavjud. Masalan, Pixar va Disney filmlari. Mana anime ko'radiganlarni detski deydiganlar, o'zinglar detski ekansizlar. Chunki oddiy multfilmga qaraganda anime kattalar uchun ekan va syujet ham yosh bolalar uchun emas. Lekin anime bu multfilm. Shunchaki multfilm anime deyishadi. Yaponiya davlatida ishlab chiqarilgani uchun anime deyishadi. Hozirgacha taxminan qancha anime chiqarilgan va har yili qancha anime chiqariladi va qaysi yili eng ko'p anime chiqarilgan yil bo'lgan? Hozirgacha taxminan 13 mingdan 24 minggacha anime chiqarilgan. Yiliga qancha anime chiqariladi? So'nggi yillarda har yili o'rtacha 200 dan ortiq yangi anime loyihalari chiqarilgan. Masalan, 2022-yilda taxminan 200 dan 250 gacha yangi anime premyera qilingan. Eng ko'p anime chiqarilgan yil sifatida 2021 va 2022-yillar qayd etiladi. Chunki shu davrda anime sanoatining global mashhurligi sezilarli darajada oshdi. Ushbu davrda COVID-19 pandemiyasi sababli uyda qolish sharoiti ham ushbu raqamlarning oshishiga yordam bergan. Animeni kim yaratgan va nechanchi yilda? Bu janr birinchi marta 20-asr boshlarida paydo bo'lgan. Ilk anime loyihalaridan biri sifatida 1912-yilda chiqarilgan Namakura Gatani pichoq sotib olgan samuray nomli qisqa animatsiya filmi tan olinadi. Ushbu film Junichi Kouchi tomonidan yaratilgan va uni ilk anime sifatida qarashadi. Shu bilan birga o'sha davrda Shimogashi Oten va Seitaro Kitayama kabi animatsiya ustalari ham ilk animatsion ishlarni yaratishga hissa qo'shgan. Anime sifatida tan olingan ilk televizion serial esa 1963-yilda Osamu Tezuka tomonidan yaratilgan Astro Boy Tessun Atom hisoblanadi. Bu anime Yaponiyadagi zamonaviy animatsiya sanoatining shakllanishida muhim rol o'ynagan. Agar animega qiziqib qolgan bo'lsangiz, hozirgi yangi chiqayotgan animelardan Taxt muhri, Osmondagi janglar, Dota, Ajdarho qoni kabi animelarni ko'rishni tavsiya beraman. Agar sizda vaqt ko'p bo'lsa, One Piece animesini ko'rishni ham tavsiya beraman. Anime qismlari 1999-yildan hozirgacha ham chiqishda davom etmoqda. Hozirda One Piece animesining 1100 dan ortiq qismi bor. Keyingisi esa Naruto animesi 2002-yil boshlangan va hozirgacha ham 1000 dan ortiq qismlari bor. Keyingisi
o'sha mashhur Pokemon animesi 1997-yilda chiqishni boshlagan va 1200 dan ortiq qismi chiqarilgan. Bu animelar orasidagi eng qiziq va eng epizodi ko'plari, lekin anime tarixidagi eng ko'p epizod, ya'ni qismga ega anime bu 1969-yilda chiqishni boshlab, hozirgacha ham chiqariladigan Sazae-san animesidir. Animening 7800 dan ortiq qismi bor. Barcha qismlarni ko'rishga qancha vaqt ketarkan, ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada izohlaringizni yozib qoldiring. Videoni reklamadan so'ng davom ettiramiz. Sizlar YouTube kanal ochdinglar va videolar qo'yasizlar. Videolarga previewlarni ham o'zingizlar qilib, logo bannerlarni ham o'zingizlar qilgansizlar va videolaringizlar ko'pmas, kam prosmotr oldi. Nima uchun? Birinchidan, sifatsiz preview odamni sizlarning videolarini ko'rishdan oldin ustidagi rasmiga, tekstiga qarashadi va sizlarga hozir ikkita rasmni ko'rsataman. Ikkalasi ham bitta filmning videosi, lekin previewlar har xil. Va mana sizlar albatta o'ng tarafdagisini tanlaysizlar, ya'ni buni, chunki bunda personajlar to'g'ri joylashgan va tekst to'g'ri yozilgan va preview zo'r chiqqan. Agar sizlarga ham sifatli va tez zakazlarni tayyorlab beradigan dizayner kerak bo'lsa, men sizlarga Muhammadillo dizayneri tavsiya qilaman. Muhammadillo dizayner preview, logo, avatarka, banner, xullas dizaynerlik qiladigan hamma ishlarni qiladilar va muomala zo'r. Agar previewni o'zgartirish kerak bo'lsa ham, yo'q demasdan o'zgartirib beradilar. Men Muhammadilloning telegamlarini opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersanglar bo'ladi. Bugungi videoda sizlarga anime o'zi nimaligi, birinchi anime qanaqa bo'lgan, eng mashhur animeni kim yaratgani va hozirgi vaqtgacha qancha animelar chiqarilganini aytib berdim. Xullas, anime haqida barcha ma'lumotlarni berdim. Hozirgi eng mashhur animelar haqida ham gapirib berdim. Videoga like bosib, kanalga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsanglar, xotircha xayr. Keyingi qiziqarli anime haqidagi videolarda ko'rishguncha